Do'kondagi har bir kirim va chiqimni boshqarishimiz uchun kassa operatsiyalaridan foydalansak bo'ladi. Buning uchun siz kassa operatsiyalariga kirasiz. Shu yer o'zida qo'shish tugmasi orqali kirim yoki chiqimni amalga oshirishingiz mumkin. Chiqim qiladigan bo'lsangiz, do'kondagi barcha rasxodlarni yuritish imkoniyatingiz bor. Masalan, 20 ming so'm xarajat qilindi. Qayerga degan joyda turkumni tanlaymiz. Bu yerda biz o'zimizga kerakli bo'lgan turkumni tanladik. Masalan, arenda uchun va foydalanuvchida o'zimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng qo'shishni bosganimizdan keyin bizda shu chiqim umumiy statistikamizga qo'shiladi va biza ko'rsak bo'lgan joyimiz, kassada qolgan summa, kassada nech pul chiqib ketgan, ochayotgan paytimizda nech pul bor edi va kassadagi joriy holat. Ularni hammasini shu yer o'zida boshqarib, kassadagi mablag'laringizni to'laqonli boshqarishingiz imkoniyati bo'ladi. Kerak bo'lganda esa kerakli hisobotni bemalol PDF formatida ko'chirib olishingiz yoki agar qurilmangiz bor bo'lsa chop etishingiz ham mumkin. Shu bilan bemalol kassadagi har bitta pul mablag'ingizni boshqarish va pul oqimlarini tizimlashtirish imkoniyatingiz bo'ladi. Kassa operatsiyalarini olib borsangiz, siz do'kondagi har bir pulingiz qayerga ketayotganligini bila olasiz va shunga qarab tahlil qilish imkoniyatingiz bo'ladi.